Bir kuyov bitta kelinni ko'zini sotib olganmish, yana bittasi uyini sotib qochib ketganmish. Men uylanishimdan oldin toza kuyovlarga ishonch qolmayapti. Butun Yaponiyani aylanib chiqdim. Juda ham zo'r bolalarimiz bor. Masalan, Hiroshima shahrida 8 ta bola qo'l ostida ishlayapti. Vau, men bu endi lekin haqiqatan yaxshi yangilik. Salohiyatimiz kuchli, uni to'g'ri ishlata olmayapmiz degan fikrdasiz, to'g'rimi? Nimaga koreys tilini o'rganyapsan desam, o'sha Blackpink artistlar orqali deyapti-da. Qaysidir tilni o'rgansa, o'sha ona tilisidek gapiradigan millat yo'q. O'zim men bu yoqqa nima qilayotgan edim, nimaga kelgan edim deb o'ziga o'zi savol berishni boshlaydi-da. O'sha vaqtga bizga tarix kerak bo'ladi. Amerikalik hech qachon biz Markaziy Osiyoni hatto qayerdaligini bilmay o'tib ketishi mumkin-da umrining oxirigacha. Bugun birinchi mehmonimiz mana bugun Jo'rabek aka tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshi, Jo'rabek aka, endi sizni bular tanimaydi, kuzatuvchilarimiz. Shunga o'zingizni bir tanishtirib o'tsangiz. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men Hasanov Jo'rabek, ekspert bo'lib ishlayapman. Yaponiyaga 2010-yildan beri kelib, mana shu yerda o'qib, ishlab, o'tgan yil O'zbekistonga qaytdim. Qisqacha mana shunaqa. Yaqinda bilasiz, Donald Tramp mana Amerika prezidenti hukumatga kelgandan beri birinchi marta Rossiyaga o'zini sanksiyalarini qo'lladi. Hozir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, vatandoshlarimizda hozir 62% ga yaqini Rossiyada migratsiyada, tashqi migratsiyada ishlayapti. Ya'ni bu 2,1 million o'zbekistonlik degani. Bu sanksiyalar albatta Rossiya iqtisodiyotiga, shu jumladan o'sha Rossiyadagi o'zbekistonliklarga ham ta'sir qiladi. Endi men aytmoqchi bo'lganim, agar ular oilasiga yaxshiroq pul jo'natish uchun boshqa mamlakatlarda ham endi migratsiyasini ko'rish kerakmi? Bunga Yaponiya qanaqa variant, yaxshi variantmi? So'ng Rossiyadan ko'ra qanday qulayliklari bor? Shu haqida ozgina gapirsangiz. To'g'ri aytib o'tdingiz. Haqiqatan bizning vatandoshlarimiz asosiy qismi Rossiya, Qozog'iston, Turkiya mana shu mamlakatlarga borib ishlashadi. U mamlakatlardan tashqariga keladigan bo'lsak, bu Koreya eng katta hajmdagi vatandoshlarimizni qabul qilgan. Undan keyingi o'rinlarga hozir mana qarasak agar Germaniya, Angliya, undan keyin Sharqiy Yevropa davlatlari va Yaponiya ham o'shalardan asosiylari bo'lib turibdi. Yaponiyaga O'zbekiston bilan Yaponiyani o'sha hamkorligi 2019-yildan boshlangan. Tokteigino deymiz, maxsus malaka va stajyor vizasi asosida, ishchilik vizasi asosida 2019-yildan beri ikkita hukumatlararo shartnomaga qo'l qo'yilib, ish olib borilyapti. Bu hozir mana jadal rivojlanishni boshladi. Oxirgi vaqtda bizlar loyihamiz ham mana shuni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Endi Yaponiyaga ishga kelishda o'zlaringiz ham bilsalaringiz kerak. Asosan o'sha stajyor vizasi bilan kelish mumkin yoki maxsus malaka vizasi bilan, oliy ma'lumot bo'lsa, malakali kadr, Gijinkoku vizamiz deymiz. Mana shu vizalar bilan kelish mumkin. Shu tilni agar o'rgana olsa, testlardan o'ta olsa, ishga kelsa bo'ladi. Shuni ochiq, nima deydi? Bu erkin bozor. Masalan, Koreyaga keladigan bo'lsa, Koreyaning vaziyatida 5000 ta kvota beriladi har yili O'zbekistonga. Yaponiyaga keladigan bo'lsak, unaqa kvota berilmaydi, chunki Yaponiyada bu ishga olish jarayonlari barchasi xususiy kompaniyalarda o'zini talabidan kelib chiqib belgilanadi. Rahmat, bu yaxshi ma'lumot bo'ldi. Endi nimaga degan savolim asosiy mana bu yerdagi o'zbekistonliklar baribir student viza bilan kelishgan. Hammasi talabalar, endi nomi talaba, agar ko'p ishlayotgan bo'lsa ham, bu Tokteigino vizasi bilan kelib, mana ishchi vizaga to'g'ridan to'g'ri kelish baribir bizga qulayroq bo'larmidi deyman-da. Kelgandan keyin baribir oyliklar qancha, mana shu masalalar o'z xalqimizga qiziq, bizda bilasiz. Birinchi birovni cho'ntagini hisoblashni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun necha pul oylik mana o'rtacha birinchi kelgan odam qancha oylikka umid qilib kelsa bo'ladi Yaponiyaga? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hozir ayni vaqtda statistikaga qaraydigan bo'lsak, 7,5 mingga yaqin nafar vatandoshimiz Yaponiyada istiqomat qilib keladi. Ulardan 50% talabalarga to'g'ri keladi. 3 mingdan oshiq bo'ladi. Yuqori malakali kadr sifatida 1200 dan ortiq odam, ya'ni oliy ma'lumotli bo'lib turib, yaxshi katta kompaniyada ishlayotganlar 1200 dan ortiq hisoblanadi. Maxsus malaka vizasi bilan ishlayotganlar 72 ta kishi, stajyor vizasi bilan ishlayotganlar 400 ga yaqin. O'zingiz ham qaraydigan bo'lsak, hisoblagan mana 3000 ta talaba, ishchi viza mana bu maxsus malaka stajyorda 500 ta ham chiqmaydigan hozir holat turibdi. Bunga sabab nimaga? Nimaga hali ko'p odam kelmayapti ishga? Endi oyligi pastligi yoki yuqoriligi emas, avvalambor bu haqda ma'lumot yetishmasligi. O'sha Yaponiyaga ishchi viza bilan borsa bo'ladi, ishlasa bo'ladi degan ma'lumot yetishmaydi, chunki o'sha yillar davomida biz o'zimiz mana 15-20 yil oldin kelganlar ham o'sha talaba bo'lib kelganmiz, student bo'lib turib, ryugaksiya bo'lib turib, hali mana 2019-yildan beri ochilgan vizalar yetib bormagan. Biz portal ochganmiz, mana shu portalimiz o'zbek tilida ma'lumot yetkazadi vizalar haqida.
Demak, maxsus malaka vizasi bilan stajyor vizasida ikkalasida ikki xil narsa. Stajyor bu amaliyotchi degan ma'noni anglatadi-da. Bu yerda praktikaga kelib turib, o'sha ish o'rganish maqsadi bo'lgani uchun oyligi arzonroq hisoblanadi. Maxsus malaka bu yapon fuqarolari bilan teng oylik bo'ladi. Qonunda shunaqa belgilangan. Hech bir kompaniya Yapondan arzon to'lov asosiga ishchini olib kelish mumkin emas. Endi o'zi mana shu maxsus kelganlar 72 kishimi hozir bizda? Maxsus malaka. Maxsus malaka bilan 72 kishi kelgan bo'lsa, shularni deymanda, endi qanchasi nima ishlarga kelgan, masalan, ITmi, sohalari qanaqa, bir ma'lumotingiz bormi shu haqida? Endi qarang, mana oylik haqida aytdingiz. Oylik haqida yana to'xtalib o'tmoqchi edim. Yaponiyada eng past ish haqqi degan narsa bor-da. Bu narsalar oyliklar mana shu eng past ish haqqiga qarab belgilanadi. Masalan, Tokioda hozir oxirgi vaqtda 1100 yendan ham oshgan. Eng past ish haqqi soatiga. Mana shunga asoslanib hisoblanadi hamma narsasi. O'zbek yeniga, o'zbek so'miga bu 90 mingdan balandroq bo'ladi-da, to'g'rimi, soatiga? 90 ming so'mdan. Ya'ni o'shani hisoblab oyga o'zi kar-kara qilsangiz bir 200 mingdan kamiga 200 mingdan yuqori chiqadi. Ta'kidlab o'tishimiz kerak shu o'rinda muxlislarga ham, bu haftasiga 48 soat degan nima deydi, cheklovlar bor. Student bo'lib kelsalaring, talaba bo'lib kelsalaring 28 soat degan cheklov bor. Shu ba'zi bir sal vijdonini yegan deymizmi endi bizada o'qishga talabalar jo'natayotganlar shu haqida qanaqadir ma'lumot bermaydi-da. Bir joyda ham eshitmadik. Shu firmalar bor, misol sizlarni o'qishga jo'natamiz, ishlaysizlar, $2000 oylik bor, lekin bu kelgandan keyin bu sarob bo'lib chiqadi albatta. Qaraysiz 28 soatlik bu yerda nima deydi, cheklov bor, yana nimalardir bor, ki noqonuniy ish topish kerak bo'ladi. Shunaqa joylari bor-da baribir. Shunga qarab endi demak, malaka vizasi bilan kelgan yoki stajyor bilan kelgan inson ham haftasiga 48 soat ishlash mumkin, to'g'rimi? Endi haftasiga 40 soat degan narsa bor. Ishchilar 40 soat ishlashi mumkin. Lekin Toktegino maxsus malaka vizasini yaxshi tomoni nimada? U yerda zangi o'qilishi mumkin. Qo'shimcha ishlash mumkin. Stajyorlarda mumkin emas u narsa. Ya'ni agar talab kerak bo'lsa agar. Stajyorda mumkin emas, Tokteginoda mumkin. Mumkin. Shuning uchun qo'shimcha ishlash hisobiga uni oyligi oshib boraveradi. Qo'shimcha ishlagani hisobiga 25% ko'proq to'lanadi. Shu jihatdan endi ko'plar gaplashamiz, mana $1000 dan atrofiga, $1000 dan yuqoriroq, $1000 atrofiga uyga chiqarish yuborishadi. Xarajatlardan tashqari shuncha pul jo'natadi. Hammasi soliqlardan tashqari, pensiya bo'ladi, hammasidan tashqari. Jo'rabek aka, bu Toktegino vizada masalan uy-joy bilan ta'minlash shunaqa holatlari ham bo'ladi. Mana bu stajyor vizasida u belgilangan ish beruvchi ta'minlash kerak degan narsa bor, lekin Tokteginoda bu Toktegino maxsus malakali kadr degani qonunda majburiy emas. Ish beruvchi tayyorlash majburiy emas. Bu kelishiladi o'sha shartnomada. Har bir kishi o'sha ishga kelayotgan kishi shartnomalarda o'qishini tavsiya qilardim, shu imkoniyatdan foydalanib. Shartnomada yozilganini o'sha aniq belgilab, oyliklarini, nima qanaqa xarajatlari bor, hammasini o'rgangan holda kelsa, keyinchalik hayron bo'lib qolmaydi bu yerga kelib turib. Endi shu mavzuni yakunlab qo'yaylik. Mana yurtdoshlarimiz, bizlarni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz nima qilish kerak endi Toktegino vizani olish uchun, malaka vizasini olish uchun qayerga uchrashadi? Oldin mona markazlar bor edi, hozir yopilib ketgan dedingiz, sal oldin gaplashganimizda. Qayerga borish kerak endi ular hozir? Masalan, men oddiy bir qishloqdan yoki shahardan bir inson sifatida Yaponiyaga mana bu videoyimizni ko'rib qoldimda, qiziqib borgim keldi. Qayerga uchrashim kerak? Nima talablar qo'yiladi menga? Necha oy atrofida men yapon tilini o'rgana olaman? Yapon tili osonmi, qiyinmi? Ya'ni aka bir masalan nima desak bo'ladi? Jo'rabek aka, odamni o'zi masalan hech qanaqangi hozirgi masalan konsalting firmalarga yoki kimnidir o'rtaga tiqib emas, o'zi harakat qilsa bo'ladimi? Mana shu ham menimcha tomoshabinlarni qiziqtirgan bo'lardi-da. O'zi mustaqil ravishda Toktegino viza bo'yicha harakat qilib shu Yaponiyaga kelib ishlab keta olsa bo'ladimi? Endi qonunchilikda bu chet elga ishga ketish juda ham qattiq, hammasi aniq belgilab qo'yilgan. Maxsus malaka vizasi haqida agar aytadigan bo'lsak, bu masalada mana aniq qoidalar bor. Birinchi navbatda yapon tilini N4 darajada bilish kerak. N4 bo'lmasa agar A2 deydi, GFT A Basic deydi. Buni o'rtacha 6 oyga o'rgansa bo'ladigan daraja. Maxsus malakani o'zini yo'nalishi bor. Maxsus malakaligi degan so'z bilan ham aytib turibdi. Ayni vaqtda Yaponiyada 16 ta soha ochib berilgan va O'zbekistonga 5 ta soha ochib berilgan. O'zbekistondan turib Toshkentda ekzaminni o'tib kelsa bo'ladi. Ya'ni qurilish sohasi, qishloq xo'jalik, qariyalarni parvarishlash, binolarni tozalash va haydovchilik. Mana shu 5 ta soha bo'yicha yapon tili daraja va mana shu maxsus testdan o'tgan kishi agar o'zi iloji bo'lsa, o'zi qo'ldan kelsa, bilsa agar to'g'ridan to'g'ri ish beruvchi bilan gaplashib, ishga kelsa bo'ladi bu yoqda. Suhbat qanaqa bo'ladi? Yapon tilida bo'ladimi? Ish beruvchi bilan? Qonun bo'yicha o'zi ish beruvchi bilan gaplasha oladigan darajaga bo'lsa agar o'zi kelsa bo'ladi.
agar o'zi tilni yaxshi bilmaydi, N4 darajada endi suhbat qilish qiyin-ku baribir. N3, N2 darajaga bo'lsa agar kelishib ketsa bo'ladi. Shuning uchun N4 darajadagi odam qanaqa bo'ladi? Agar u tilni yaxshi bilmasa, uni o'rtasida xususiy bandlik agentligi yoki migratsiya agentligi ishga tushishi kerak. Chunki odamlar aldanib qolinishi mumkin, ko'plar shunaqa sarson bo'lib qolyapti. Mana shuning uchun bu davlat tomonidan litsenziyalangan xizmat bo'ladi. Endi bu sizda aloqangiz yo'q, o'sha o'rtadagi pul oladigan nima dedingiz, ularning firmalarining nomini? Shu xususiy bandlik agentligi. Xususiy bandlik agentligi qancha, misol uchun, men agar kelmoqchi bo'lsam, xususiy bandlik agentligiga necha pul berishim kerak mana? Xususiy bandlik agentligi u o'zi hammasi xususiy bo'lgandan keyin o'zlari endi hammasi boshqacha bo'ladi. Endi qonunchilikda hozir bu o'zgarish ketyapti, hali tasdiqlanmagan. Aslida hozir ayni vaqtda o'qitish haqida, masalan, siz Yaponiyaga kelishingiz uchun avvalambor o'qishingiz kerak. O'qishga sizdan pul olishga haqli, lekin ish topib bergani uchun sizdan pul olishga haqli emas. Haqli emas degan narsa bor. Bu o'zgaryapti, hozir hali o'zgarmadi, lekin jarayonda. Endi bu sohaga o'sha vatandoshlarimiz nimani bilishi kerak? Shu ekzamindan o'tishli bilishlari kerak. Migratsiya agentligi orqali kelishsaga davlat boji to'lanadi, xususiy bandlik agentliklari ularda o'qisaga shu to'lov, o'qish uchun to'lov qilish kerak bo'ladi. Ish topib bergani uchun o'zi aslida pul berish kerak emas hech kim. Endi tomoshabinlarimizga ham aytib o'tamiz. Bu N4 degan misol daraja haqida gap ketyapti. O'zi yapon tilida N1 gacha bo'lgan darajalar bor. Bu darajalar sizda til bilish darajalari xuddi ingliz tilidagi IELTS ga o'xshab ketadi. N4 daraja bu ingliz tilining ham boshlang'ich elementary darajasi bilan bir xil daraja. Siz unda o'zingizni tanishtirishingiz mumkin, oddiy salom alaykumlarga borishingiz mumkin, lekin hech qanaqangi bir ishga oid so'zlarni mukammal darajada gapira oladigan bo'lmaysiz. Kundalik suhbatda bu. Kundalik suhbatda ham o'zingizni ishingizni o'zingiz bitira oladigan darajada bo'lmaysiz. Siz N3 darajada shu natijaga erisha olasiz deb o'ylayman. Baribir endi Yaponiyada bo'lmagan odamlar O'zbekistonda bo'lib turib, bunaqa natijalarga erishishi ozgina qiyin bo'ladi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Bu yerga o'sha aldanib qolayotgan vatandoshlarimiz bor. Bu yerda kelib turib qochish holatlari ham. Endi kimdir haqiqatan ham aldangan, kimdir bilib turib qochyapti. Buni ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'shalarning hisobidan o'zbekistonliklarning ahvoli ancha yomonlashib qolgan Yaponiyaning ichida. Shuning uchun men shu imkoniyatdan foydalanib aytib qolardimki, xususiy bandlik agentliklari kim o'sha yuborayotgan bo'lsa, iltimos to'g'ri ma'lumotni beringlar birinchi navbatda. Kelayotganlar o'zlaring amin bo'linglar, qaysi ishga kelyapsizlar, qanaqa oylikka kelyapsizlar, xarajatlaring qanaqa bo'ladi. Rozi bo'lgan holda mana uzoq davlat baribir endi yonimizda emas, viza qancha xarajat qilib kelasizlar, vaqtlaring ketadi. Shuning uchun bilib qo'ygan holga o'shani o'rganib kelsalaringiz yaxshi bo'ladi. Maxsus malaka sohasi o'zi arziydimi degan gap ham bor-da. Mana talaba bo'lishga o'rtacha $10,000 xarajat qilib kelganmiz. Albatta. Har kimda yo'q pulda bu. Bu pulni kimdir qarz oladi, kimdir tog'asidan, amakisidan oladi-da. Maxsus malakaga sizdan buni olib qarasangiz aslida pul talab qilinmaydi umuman. Mana hozir migratsiya agentligiga hamma murojaat qilsa agar tayyor turibdi, yaponlar bepul o'qitib olib keladi. O'zi o'qitib o'zi olib keladi. Mana shu kompaniyalar hozir kirib borgan O'zbekistonga. Shuning uchun siz xarajatsiz, o'zingiz o'qib, o'zingiz testdan o'tsangiz muvaffaqiyatli ishga kelasiz. Kamiga oyligingiz $1,500 dan boshlanadi. Endi qo'lga tegadigan ozroq kam bo'lishi mumkin, lekin qonuniy, xavfsiz ishlar bilan shug'ullanish mumkin. Demak, Jo'rabek aka, hozir har qanaqangi ayrim deylik, ayrim firibgar o'sha odamlar, firibgar kompaniyalar, firibgar o'sha konsalting firmalarga emas, balki to'g'ridan to'g'ri o'sha migratsiya agentligiga murojaat qilishda o'zi yetarli bo'ladi. Migratsiya agentligiga murojaat qilsa agar to'g'ri ma'lumotlarni barchasini olish imkoniyatiga ega. Albatta xususiy bandlik agentliklari bilan ishlashni men tavsiya qilaman, uni cheklab bo'lmaydi, chunki ular litsenziyasi bor. Lekin o'sha vaqtda ham ehtiyot bo'linglar, hujjatlarni hammasini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib, tarjima qildirib, tushungan holda qo'l qo'yib keyin kelish kerak aytib qo'yardim. Shunday, Jo'rabek aka juda ham zo'r gap aytdi. Bu yana fact checkingga borib qadaladi. Har qanday ma'lumotni siz bir marta tekshirib ko'rishingiz kerak-da. Normal o'zi odam bir marta tekshirib ko'radi ma'lumotlarni, nima bo'lyapti, nima qo'yapti. Qiziq. Bu Yaponiyaga kelish mavzusi endi menimcha juda ham qiziq bo'lmasa kerak. Endi bu keladiganlar soni sanoqli bo'ladi. Asosiy mavzumiz ijtimoiy mavzular. Mana O'zbekistonda yaqinda keldingiz. O'zbekistondagi sharoitlar qanaqa? Men mana kelganimga 1,5 yildan oshdi. Hozir o'zgarishlar nima bo'lyapti? Sizga eng yaqindagi o'zgarishlar, yoqqan o'zgarishlar, qanaqadir bir kamchiliklar sezgan joyingiz, Yaponiyadan nima o'rganishimiz kerak bizlar, shu haqida ozgina gapirsak. Endi bugun Jo'rabekga ana qilmaysizlar, haqiqiy bir nima deydi, yana bir ichkaridagi odamchasini ochishga harakat qilamiz. Har doimgi oddiy bir nima deydi,
bir qonuniy bir suhbatlar emas, bu o'tirib olib nima deydi, jiddiy suhbat qurmaymiz, bizdan jiddiy narsa kutmanglar. Biz haqiqatni gapiradigan shunaqa bir Ochiqcha chaqirdik, bir ochiqcha aka-ukadek bir nima deydi, jonli-da, bu jonli bo'lsin hammasi shu haqida. Nima deysiz aka, hozir savol mendan chiqmadimi-chi? Yo'q, savol esdan chiqmadi. O'zi qanaqa savollar berasiz deganimga aytmadingiz savollarda, o'sha kuni beraman dedingiz. Qo'ldan kelgancha bo'lmasam ochiq deyapsizlar, javob berishga harakat qilaman. Endi O'zbekistonga men o'tgan yili qaytib bordim. Undan oldin Yaponiyada 14 yil, boya aytib o'tdim. Bu yerda o'qib, universitetni tugatib, ishlab 8 yil qaytdim. 14 yil deganda 15 yil mana bo'ldi hozir. Nimasi yaxshi? O'zbekiston avvalambor vatanimiz borligi, tinch totuv yashayotganligimiz, nima deydi, to'kin sochillikda davlatimiz. Har doim biz xursand bo'lishimiz kerak, bitta narsaga qaytadigan joyimiz bor. Albatta. 2011-yilda Yaponiyada juda ham katta zilzila bo'lgan edi, atom stansiyasi bu yoqda portlagan edi. Biz o'sha Yaponiyaga yosh kelgan vaqtimiz edi, 18 yoshar yosh bolalar. Uydagilar telefon qilib chaqirishgan, tezroq kelinglar deb turib. O'sha vaqt o'zimiz ham aeroportda mana O'zbekiston havo yo'llari hattoki bileti bo'lmaganlarga, puli bo'lmaganlarni ham olib ketamiz. Bizga aytinglar deb aytishgan davlatimiz vakillari o'sha vaqt. Juda ham xursand bo'lganman. Qanaqa yaxshi, bizlar davlatimiz bor, himoya qiladigan. O'shanda o'zimiz qaytib ketganmiz, baribir bu bizlarning boradigan joyimiz. Mana shuni esdan chiqarmaslik kerak. Uni bilgan holda keyin boshqa davlatlarga, mana Yaponiya bo'ladimi, butun dunyoga chiqib, o'zimiz bilim olishimiz kerak, ishlashimiz kerak albatta va vatanimizni ham hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak deb o'ylayman. Vatandagi nima o'zgarishlar sizga ta'sir qildi yo bo'lmasa nima o'zgarishlar sezdingiz bu O'zbekistonda? Nimalar o'zgaryapti? Misol, qurilish sohasi bo'lsin, ish sohasi bo'lsin, insonlarning ijtimoiy mavzulari bo'lsin, shu haqida. Endi o'zgarishlarni aytish ham qiyin-da, chunki men kelganimga 18 yoshar yosh bola edim Yaponiyaga. Endi katta bir erkak bo'lib turib, 33 yoshar bo'lib turib qaytdim-da, shuning uchun endi o'zgarishlarni emas, yangi O'zbekistonni kashf qildim. Hozir O'zbekistonni o'zi ham yangi O'zbekiston deb aytilyapti-yu. Shuning uchun haqiqatan yangi men uchun ham, chunki men tashlab kelgan O'zbekiston hozir yo'q, hozir uyga borsam hatto o'zimning xonam yo'q, o'zimning kravatim yo'q. Уже o'zgarib ketyapti hamma narsa. Bu yaxshi, lekin bir tarafdan yangi O'zbekiston men kashf qilyapman. O'zbekistonda yashash qiyin tomonlari bor, oson tomonlari bor. Yaponiya bilan endi taqqoslab qo'yamiz-da baribir biz. Yaponiyani ko'rganimizdan keyin, masalan, oddiygina misol taksida yurish O'zbekistonda juda ham qulay. Yandex chaqirasiz, qayga xohlaysiz, uyingizdan kelib olib boradi, ko'p qimmat emas. Yaponiyada taksiga masalan 14 yil yashab, sanoqli marta taksiga minganmiz. Yoki o'sha delivery xizmatlari, IT sohasi O'zbekistonga juda ham yaxshi rivojlanib boryapti mana. Uyga bozorlaringizni bemalol aytib chaqira olasiz. Yaponiya bilan endi taqqoslaganda yaxshi tomonlari shunaqalar bo'ladi. O'zgarishlar men hayron qoldirgan tomonlari mana shular. Yoki o'sha hujjatlarni hammasini MyGovdan ko'rishingiz mumkin. Yaponiyadan IT tomondan ancha oldinga desak bo'ladi, bir qo'rqmasdan. Endi bu nimaga bog'liq? Chunki Yaponiyada nima deydi? Hujjatbozlikka ham bir ko'p o'chakishib qolganga o'xshaydi. Bular o'ralashib qolgan. Nimaga? Men bitta hayron qoldirgan narsa Yaponiyaga kelib, shunaqangi texnologiyalar kuchli mamlakat, shuni bilan birgalikda hujjatbozlik ham yuqorida. Siz bitta sim karta olaman desangiz, misol uchun qancha harakat qilishingiz kerak, yo bo'lmasa umuman deymanda hamma narsada bular sal oshirib yuboradim degan menda ham juda ko'plab qog'ozlarni to'ldirishingiz kerak. Bu taksi haqida aytib o'tdilar, u taksiga qimmat taksi, rosti. Bitta taksiga kelgan pulingizga siz bir oy balki o'sha poyezdlarda qatnashishingiz mumkin, to o'qishingizgacha yo ish joyingizgacha tekin qilib olib. Shunaqa ma'noda aytdilar. Juda qimmat, o'zimizda taksilardan arzon narsa yo'q, chunki hamma taksi qiladi, ish yo'q. Hamma o'zi mana rivojlanish deganda birinchi sanoat, ikkinchi sanoat, uchinchi sanoat, endi uchinchisi IT. Birinchi bu dehqonchilik deb hisoblasak agar, O'zbekistonda ikkinchi sanoat, ya'ni ishlab chiqarish sohasi unchalik yo'q. Yaponiyani tan olishimiz kerak, bularda birinchi va ikkinchi sanoat o'zi asosida rivojlanib kelgan. Shu uchun bular 1-2 bo'lganligi uchun birdan 3 ga sakrash qiyin, chunki o'rtada ishlab chiqarishga katta investitsiya qilgan infrastrukturalari bor-da. Bizda faqat bir bor edi, o'rtada ishlab chiqarish bo'lmaganda birdan 3 ga sakray oldik biz. Shu uchun haligi qonunlarni ham ko'p o'zgartirish kerak emas bizda. Masalan, Yaponiyada hozir bitta taksini siz Uber'ni kiritishingiz uchun qancha kompaniyalar qarshilik ko'rsatadi Yaponiyani, chunki bularda o'zi sanoatlari rivojlanib ketgan, o'sha hammasi bo'linib olib, ya'ni o'zining qiziqishi bor, manfaati bor-da bu yoqda. Yoki IT ga ham xuddi shunaqada. Shuning uchun bizlarda bir tomondan yaxshi tomonimiz o'sha nima deydi? Endi pozitiv odamman, hamma narsani pozitiv qabul qilaman. Yo'q, ajoyib lekin.
Siz eshityapsizmi mana ularni oxirgi axborotlarda o'qiyapsizmi O'zbekistondagi yangiliklarni? Ularni ham pozitiv qabul qilsa bo'ladi. Bir kuyov bitta kelinni ko'zini sotib olganmiz, yana bittasi nima uyini sotib qochib ketganmiz. Men uylanishimdan oldin toza kuyovlarga ham ishonch qolmayapti. Qanaqa bo'ladi endi bu yo'q shu eshityapsizmi yangiliklar? Nima bo'lyapti o'zi O'zbekistonda yangiliklarni? Bir o'qib turasizmi o'zi? Faqat yaponchadami yangiliklar? Qaysini o'qiysiz? Yo'q, O'zbekistonni ko'rib boraman albatta yangiliklarni, lekin bu siz aytganingiz ko'p chuqur kirmadim. Buni ko'raman, haligi bunday lentada aylantirib yuboradigan masalada. Chunki bu narsaga chuqur kirib vaqtimizni ketkazmaslik kerak deb o'ylayman. Endi kimdir uchun qiziqdir balki, o'shalar kirib ko'rsa bo'ladi. Shu uchun endi yangiliklar ko'rish kerak. Baribir O'zbekistonda mana hozir nima deydi, umumiy dunyo sal notinch bo'lib qolgan, bunday qarasak agar. Bizda O'zbekistonda yaxshi tomoni tinch O'zbekistonimiz. Mana shuni shu haqdagi yangiliklarni ko'rish kerak deb o'ylayman. Yoki mana Yaponiyada juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti hozir. Yaqinda yangi premyer ministr bo'ldi, mana bosh vazir tayinlandi. Bular bizlarning hayotimizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor-da. U kelinchak nima bo'ldi, nima bo'ldi, uy sotib keldi, bizlar to'g'ridan-to'g'ri hayotimizga unchalik farqi yo'q. Shunday. Jo'rabek aytmoqchilarki, sizlar ham vaqtlaringni bekorga kelinjaklarni ko'rib, birovni uyini tomosha qilyapti degan sotib olibdi, shu masalalarga o'ralashib qolmanglar, ilm olinglar demoqchilar. Men ham shu mavzuga bir kirdim. Demak, o'sha bir Sanjik degan bir boyvachcha bor edi, o'zini juda ham bir misol nima deydi, insonlarga yaxshilik qiladigan inson qilib ko'rsatayotdi va oxirida bitta uyni sotib olibdi. Muammoli uy ekanmi? Men ham uncha ichkariga kirmadim mavzuni, chunki yaxshi hamki ikkita o'zbek millatiga mansub ikkita o'zbek o'rus tilida bir urushib olibdi. Menga ham uncha ta'sir qilmadi, sal uzoqroq tuyuldi. Endi boshqa mavzularga o'tsak ham bo'ladi endi. Nima deydi? Mayli, bunga kelsak ham she'r bitib qolamiz. Shunaqa gap. Endi yana nima haqida gapirsak, mana oxirgi kunlarda siz aytdingiz, O'zbekiston Respublikasi davlat prezidenti Shavkat Mirziyoyev oxirgi BMT tashkilotiga sammitiga borganda o'sha Tramp bilan uchrashdi, yaxshi shartnomalar bo'ldi u yoqda, katta shartnomalar bo'ldi, O'zbekiston tarixida bo'lmagan darajadagi baland shartnomalar bo'ldi. Ajoyib suhbat bo'ldi. Zo'r suhbat bo'ldi. U Tramp o'zini adashtirdi, o'zi Tramp hammani adashtiradi. Hech qisi yo'q. Shunda ko'rdingizmi hozir mana o'sha shartnomalarni ko'rgan bo'lsangiz, sizga qanaqa taassurotlar qoldirdi? Bu bizga nima berishi mumkin kelajakda? O'zbekistonga qanaqa, misol biz Boeing samolyotlarini sotib oldik ulardan, yo yana ko'plab shartnomalar bo'ldi, ish qilib shular haqida ozgina sizda qanaqa fikrlar bo'ldi? Endi katta davlatlar albatta katta kuchga ega. Biz O'zbekiston o'rta davlat deb o'ylayman, hisoblaymiz o'zimizni, menimcha, boshqalar ham shunaqa bo'lsa kerak. Shuning uchun ular bilan biz aloqalarimiz juda muhim. Mana Boeinglar ham bizga kerak, chunki o'zi bundan olib qarasak, samolyotlar butun dunyoda Airbus yoki Boeing ishlab chiqaradi, ikkita kompaniya butun dunyoda. Shuning uchun Boeinglar ham kerak bo'ladi bizlar uchun. Endi aholimiz ko'payib boryapti. Mana O'rta Osiyoda 38 million bizda hozir aholi bo'lsa, Qozog'istonda butun O'rta Osiyoni hisoblasak ham hatto O'zbekistonga yetmasligi mumkin. Shunday. Shuning uchun endi bizlar uchun O'rta Osiyo nima deydi, hududi uchun O'zbekistonni qanaqaligi, nimani xohlashi, qayerga ketayotganligi juda ham muhim, chunki qolganlarga ham ta'sir qila olamiz. Shuning uchun bizlarda hozir olib borilayotgan faol siyosat menimcha to'g'ri deb o'ylayman. Hozir ham mana Yevropa ittifoqi bilan katta hamkorliklar ketyapti. Yaponiya bilan katta uchrashuvlar bo'lishi kerak yaqin orada, O'rta Osiyo plus Yaponiya. Bu nima deydi? Biz yakkalashib bitta o'zimiz O'zbekiston bo'lib turib chiqqandan ko'ra, o'sha yondagi qo'shnilarimiz, qo'shning tinch bo'lsa, sen ham tinch bo'lasan deydi-yu. Mana shunga asoslangan holda O'rta Osiyo bo'lib, Markaziy Osiyo bo'lib turib chiqqanimiz albatta bu manfaatli deb o'ylayman barcha o'sha qo'shnilarga ham, o'zimizga ham. Hozir yaxshi aytdingiz, mana Yaponiyada ham aholi soni yildan yilga kamayib ketyapti, bizda esa aksincha ko'tarilib boryapti. Bu juda ham yaxshi narsa. O'zi mamlakatning demokratiyasi, mamlakatning rivojlanishi, mamlakatning keskin o'sishidagi rivojida xalqning o'sishi ham juda ham katta omilda. Aslida olganda odamlar o'ylaydimi, tabiiy boyliklar yoki misol ilmiy, texnikaviy boyliklar aslida bir muhim deb o'ylaydi, lekin odam resursi juda ham muhim hisoblanadi va biz bunga ham men o'ylayman juda ham tez erishib qo'ydik. Yaqinda 40 million bo'lsak ham ajab emas. Bundan to'g'ri foydalanishimiz kerak, to'g'ri aytyapsiz. Mana shu masalada ota-onalarimiz bolalarini bir ta'lim berayotganda, bolalarini ta'limga qo'yayotganda biroz shoshib qo'ymayaptimi? Ertaroq undan natija kutib, nima deysiz o'zi? Jahon standartida bizda men kelishimdan oldin ham eshitgandim. Misol nima deyardi? Ular sen chet elga borsang, chet elliklar mustaqil, 16 yoshidan o'zini o'zi
ta'minlaydi, ota-onasiga qarab qolmagan, lekin 18 yoshda o'zlari yashaydi alohida. Lekin kelib ko'rdimki, bu bo'lmagan gaplar. To'g'risi, mana 30 ga kirganlarni ham ota-onasi ta'minlaydi. Ular 30 yoshgacha ham yosh, 35 yoshgacha ham yosh. Bu bizlar ham ota-onalarimiz endi sal nima deydi, kutuvlarini ozroq kechiktirsa yaxshi bo'lar deb o'ylayman-da. Hozir deyman, mana Yaponiyaga 18 yoshli kelgan bolalarim uyimga pul jo'natishim kerak, o'qish qolib ketyapti-da aka. Mana shu narsa menga juda bir tegadi, o'zbek sifatida bir millatdoshim, masalan, bunaqa kutishi, bunaqa tez natija kutishga, unaqa tez natija yo'q-da. Bu misol biz Qorbobodan bir yangilik, bir nima deydi, bir sovg'a kutmayapmiz-ki bunchalik tez kelsa. Shuning uchun aka nima deysiz o'zi, necha yoshgacha bolalarga sal erkinlik berish kerak? Bolaga hech bo'lmasa mana Yaponiyaga kelgan bitta yosh bola, 18 yoshli bolaga hech bo'lmasa bir 4 yil teginmaslik kerakmi ota-ona? Unga pul taraflama yordam qilmasa ham. 4 yil teginmaslik kerak. O'sha bola yaxshilab bu yerda Yakin, Hirokin, nima, Asagata, Yukin, Yakin qilib turib shu dadajon deb yozgan hali Lasettidan shu to'g'ri aytib bersa agar qanday baxt bo'ladi. Shunaqa narsa jamiyatimizga bir qavat emas, 2 qavat qilib qursa rivojlanib qolganda, bizlarda o'sha zavoddan chiqadigan nastroykamizda buzuq bo'lyapti-da. Asosiy muammo xuddi to'g'ri masalani ko'taryapsiz. Bolalarimiz Yaponiyaga noto'g'ri maqsad bilan kelib qolyapti. Chunki oilasida noto'g'ri maqsadi qo'yilyapti-da miyasiga. Borasan Yaponiyaga 2-3 yil ishlaysan, qaytasan. Taksi nima qilaman qaytgandan keyin taksi urasan mana. Yo'q, qayergadir mana shu yerga ishlaysan. Hozir O'zbekistonda endi to'g'ri tushunish kerak. Yoshlarimiz juda ham talantli, juda ham bilimli. Buni men o'zim butun respublikani aylanib chiqdim. Mana O'zbekiston qaytganimdan beri har bitta viloyatga borib keldim. Mana bugun ham boya sizlarga ham aytdim. Butun Yaponiyani aylanib chiqdim. Mana shu safarga, bizning safarimizda juda ham zo'r bolalarimiz bor. Masalan, Hiroshima shahrida 8 ta bola qo'l ostiga ishlayapti, o'zbek bolani. 8 ta yapon qo'l ostiga. Tasavvur qilasiz, 50 yashar, 40 yashar bor uning ichiga. 26 yashar namanganlik bola. Wow, men bu endi lekin haqiqatdan bu yaxshi yangilik. Bu bolaga nimaga Yaponiyaga keldingiz degan savol bersalar, men karyera uchun Yaponiyaga keldim. O'zim usta edim. Yaponiyani ustaligini o'rganish uchun keldim, deyapti-da. Qo'lida yaponlar ishlayapti. Qo'lida butun zavodni boshqaryapti. Gap yo'q. Men o'ylayman, Jo'rabek aka, mana biz hozirgi mana bu sport sohasida, aynan boks va boshqa sport turlarida erishgan yutuqlarimizchalik ilmda ham, boshqa sohalarda ham bundan ham ortiq natijalarga bemalol erisha olamiz deb o'ylayman. Erisha olamiz, faqat bizga bitta kamchilik o'sha maqsadni noto'g'ri qo'yish bo'lyapti-da. Ota-onamni hajga, to'g'ri hajga yuborish kerak. Albatta imkoniyati bo'lish kerak odam. Hajga o'zi qoidasi bor uni, o'sha dinni yaxshi tushunadiganlardan so'rash kerak. Lekin bu yerda oqshom ertalab ishlab, o'qimasdan turib u pulga laset olib berish, boshqa to'y qilishlar, bu narsa juda ham bizga xalaqit beryapti mana shu narsa. Bizlarning rivojlanishimizga. Biz juda ham tez rivojlanib ketamiz agar o'shani bitta to'g'rilamasa. Bulardan voz kechadigan bo'lsak, dabdabalardan, to'y hashamlardan. To'g'ri. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Men birorta millatni ko'rmaganman. O'sha qaysidir tilni o'rgansa, o'sha ona tilisidek gapiradigan millat yo'q. Xitoy bo'ladimi, koreys bo'ladimi, o'ris bo'ladimi, amerikalikning o'zi endi umuman, o'rtacha amerikalikdan o'rtacha o'zbekistonlik men uchun aqlliroq. Amerikalik hech qachon misol Markaziy Osiyoni hatto qayerdaligini bilmay o'tib ketishi mumkin-da umrining oxirigacha. O'zbekistonlik misol geografiyadan yoki o'rtacha boshqacha fikrlashdan, qanaqa nazariyalardan biz kuchliroqmizda aslini olganda ulardan. Demak, bizda bunday o'ylab qarasa, asli aytganingizdek, nima salohiyatimiz kuchli, uni to'g'ri ishlata olmayapmiz degan fikrdasiz, to'g'rimi? Ha, endi men o'sha assotsiatsiya uyarni bu yerda ochganimizdan beri ko'plab vatandoshlarimizdan gaplashib kelaman. 2 ga bo'linganmiz. Juda ham yaxshi o'zini yo'lga qo'yib, dunyo levelida harakat qilib ishlayotgan bolalar bor va umuman bu yoqqa qarab ketayotgan bor. Bizda o'rtalig'i yo'q. Ikkalasini ham o'rtasi yo'q. Yo yaxshi yoki yomon bo'lib qolganmizda. 2 ga bo'linganmiz, tartibga bo'lingan. Endi o'sha tarbiyadan, oiladagi sharoitdan, boya qo'yilgan maqsadlardan farq qilyapti. Masalan, o'zimizning qo'shnilar ham ko'pincha ota-onalari bolalarini Yaponiyaga yuborib, nimaga pul yubormayapti? Ana yubordi-ku, nimaga sen yubormaysan? Solishtirish, taqqoslash, qo'shnini chekyaptimi, nimadir yomon ishga aralashib qoldimi, pul yubormay qo'ydi. Jo'rabek nimagadir so'raydi bizda, ana shu nimaga pul jo'natyaptimi o'zi? Pul jo'natyaptimi o'zi? Restoranda qancha ichish majburiy ekan. Majburiy ekan-da, shunaqa keldik, majburiy ekan. Qaytib kelmaydi. Haligi nima qo'ni qo'shnilar, tanish nimalar bilmadim, misol uchun bu yerga keldik, so'ramaysiz-da, yapon millati bo'lsin, boshqa millati bo'lsin, qancha oylik olyapsan, nima qilyapsan, lekin bizda haqiqatan so'rashar. So'rasham ko'p zarar emas, bilish o'sha ma'lumotni qayerga pul oqyapti, endi o'zbeklar shunga cho'ntagini hisoblash. O'sha bilan o'sha dunyoni qayerga qarab ketishini, masalan, boya siz ham aytdingiz-ku, IT ga, AI ga qiziqyapman dedingiz. Mana shu narsani aytish kerak.
Yana bitta siz aytgan narsa o'sha yapon tili dedingiz-ku. Mana 1,5 yil ichida N2 ni oldim deyapsiz-da. Bunaqa talant boshqa millatlarda men ko'rmadim. Yo'q. Yapon ish beruvchilar bilan mana gaplashib ko'ryapmiz. O'zbeklarda nimasi zo'r deb o'ylaysan desak, agar hammasi bir xil aytadi, yapon tilisi zo'r. Gaplashish ayniqsa o'qishmas, bu grammatika. Bizning talaffuzimiz zo'rda. Talaffuzimiz yaxshi va keyin o'sha muomalamiz, kelishib keta olamizda. Yo, nima deb o'ylaysiz? Mana bu talaffuzimiz yaxshiligi bu grammatikamiz bilan bog'liq emasmikan? Demak, yapon tili grammatikasi va o'zbek tili grammatikasi bir-biriga juda ham yaqin-da. Yo'q, lekin qarada aka, bir faqat gapingni bo'ldim. Faqat bizda yapon tili grammatika, yapon tili talaffuzida emas. Har qanday talaffuzda ham bizning millat juda ham ajoyib gaplashadi. Bekorga o'rtoqsi emasda, biz bekorga dunyoni markazida emasmiz. Endi biz azaldan unday deysan, biz azaldan o'zi shunaqa tadbirkor xalqmiz. Bu bor gaplar. Shu azaldan biz Mavronaxir va Xuroson oldindan o'sha buyuk Ipak yo'lini to okeanlarda qatnovlar ochilgunicha biz markaz bo'lganmiz va savdogar bo'lganmiz. Kimni xalq kelsa hammasidan foyda olganmiz, imkoniyatini qilganmiz-da aka. Hozir endi bu o'sha foyda olishimiz yo'qolib qoldi-da. Qolgan hamma narsamiz turibdi. Mana misol hali ham ko'p gapiramiz, hali ham g'iybat qilamiz. Shu masalalar bor. Endi keyingi masalaga o'tsak ham bo'ladi. Bu ijtimoiy mavzular gapirsak tugamaydi. Bu misol uchun yana ham qiziqroq mavzularga o'tadigan bo'lsak, Yaponiyada yaqinda soft powerga, ya'ni o'sha yapon animatsiyasiga katta miqdorda pul ajratildi bosh vazir tomonidan. Men oxirgi eshitgan yangiligim shu bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Bu soft powerga nima uchun yaponlar bunchalik e'tibor qaratyapti? Ya'ni eng yumshoq kuchga, animatsiyalarga, kinolarga, o'sha bizda ham hozir animatsiya ko'radiganlar ko'payib qoldi, ancha. O'sha animatsiyalarga nimaga buncha urg'u beryapti bular? Nima deydi? Bu siyosatni qo'llayapti, juda ham qiziqda. Endi o'zingiz ham so'zi bilan aytib turibsiz, soft power deyapsiz-ku. Bu kuch deganida baribir. Ya'ni o'sha kuch orqali bu dunyoga ko'p narsalarni egallasa bo'ladi. Endi hard power armiya bilan, soldatlar bilan egallash bo'lsa, soft power bilan siz urushmasdan yengib qo'yasizda. Oddiygina misol aytaman, mana o'zimning qizim Yaponiyada tug'ilgan. Hozir koreys tilini o'rganyapti. O'zbekistonda yashayapti, maktabga boradi ingliz tilida. Necha yoshlar hozir? 7 yosh. Nimaga koreys tilini o'rganyapsan desam, o'sha Blackpink artistlar orqali deyapti-da. Ya'ni bu power bilan, ya'ni bu kuch bilan biznesga ulanib ketish mumkin, ta'sir kuchga ega bo'lish mumkin. Nimaga hammamiz Amerikani yaxshi ko'ramiz? Chunki o'sha Gollivudda kinolarini ko'rib katta bo'lganmiz. Shuning uchun bu davlat uchun juda ham strategik holat. Shuning uchun Yaponiya mana cool deydi. Ya'ni o'sha animalarga e'tibor beryapti. Bu katta biznes bo'lib ketgan Yaponiyaning ichida. Hatto bu foyda olib kelmagan taqdirda ham Yaponiyaga kelajakdagi foydalarni ta'minlab beradigan bir fundament vazifasini bajaradi-da. Biz ham shu soft powerdan foydalanmoqchi bo'lsak, misol 8 tonna yoki 10 tonna osh damlamasdan yana nima qilib soft powerimizdan foydalansak bo'ladi? O'zbek tilini qanday rivojlantiraylik? 1,5 kilo osh yemasdan. Shunday. Bu nima uchun biz faqat o'rischa bilan kurashishimiz kerak? Misol o'ris tili bizning qon-qonimizga singib ketdimi, endi uni chiqarib yuborishga imkoniyat yo'q. Так что вообще, короче degan gaplar baribir ishlatilaveradi-da. Xuddi mana yaponlardan o'rganadigan bitta narsamiz bor deb o'ylayman. Misol qancha Amerikaning so'zlari, qancha boshqa chet ellik so'zlari katakanada yoziladi, boshqa alifbeda yoziladi, lekin bular o'sha so'zlarni singdirganda yapon tiliga. Bizlar ham shunaqa qilib singdirib olishimiz kerakdir balki. Nima deb o'ylaysiz shu haqida? To'g'ri, endi til baribir o'zgaruvchan narsa. Yillar mobaynida masalan Alisher Navoiy o'sha vaqt o'zbekcha gapirgan bo'lsa, hozir she'rlarini o'qisak tushunmaymiz ko'pini. Boburnikini ozroq tushunamiz. Ya'ni o'zgarib kelyapti. Buni keyin ham til o'zgarib ketadi, chunki til yashaydi bu, o'sha millatga o'xshaydi-ku. Lekin til yo'qolgan davlat, o'sha millat ham yo'qoladi deydi-ku. Shuning uchun to'g'ri. Ularni qabul qilgan holda o'zimizga moslab ketishimiz kerak deb o'ylayman. Men savolni yana bitta aniqlashtiray. Misol bitta ingliz keldi. Native speaker, haqiqiy o'zi ona tilisi ingliz tili bo'lgan bitta ingliz kelib, yaponlar ishlatadigan o'sha ingliz so'zlarini tushunmaydi-da. Yaponlar shu darajada moslashtirganki so'zlarni, bu yaponcha so'zda o'zi, bu inglizcha so'z emas. Shunchaki yozilishi boshqacha yaponcha so'z. Bizlar ham xuddi shunaqa qilib deyapman. Misol uchun biz bir qanaqadir zamonaviy bo'lay deb так что вообще-то deb uzoqlashtirmasdan o'zimizga вообще deb gapiradigan bo'lsak, chapanichasiga mana shunaqa qilib gapiradigan bo'lsa, bizlar so'z bo'ladi. Biz o'ris tushunmaydi uni. Shunaqa qilib balki moslashtirishimiz kerakdir. Nima deysiz aka mana shu fikrga? Endi til boyagi millatni masalan ko'p
odamlar ishlatishni boshlasa u rasmiy tilga aylanadi-da. Mana shu so'zda agar butun xalqimiz hammasi ko'p endi xuddi shunaqa mana shu gapingizni bo'ldim. O'zi rostdan ham xalqimiz misol ishlatmaydi-da. Ajoyib degan so'zni qachon ishlatdik yo minnatdorman degan so'zni qachon ishlatdingiz oxirgi martada? Juda qiyin. Men ishlatmayman misol. Yillar mobaynida meni bagajimda turadi shu so'z. Minnatdorman demayman, rahmat demayman, boshqa demayman. Misol hech qachon ajoyib degan so'zni o'rniga men faqat maladesni ishlatishni yaxshi ko'raman-da. Shunaqa qilib balki maladesni o'zini barakallani o'rniga. Barakallani o'rnigadir balki. Misol hozir men ozgina o'zbek siz aytgan o'sha eski o'zbek tilidan foydalansam men tushunmaydi-da misol. Hakiri zamon faromish etmishman men desam hozir nima deyapti bu deb ChatGPTga bratiga yozib bir tekshirib ko'radi. Qiziq. Bu masala qiziq. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu oxirgi so'zga qanaqa qilib endi bu soft powerimizni rivojlantirsak, asosiy mavzuga qaytaylik. Nima qilsak soft powerimiz rivojlanadi aka bizda? Endi qarangda, soft power bu O'zbekistonda juda ham unik kuch bor. Biza boya ham aytib o'tdim, O'rta Osiyoning markazida joylashganmiz. Avvalambor hamma qo'shnilar bilan o'rtoqmiz. Juda ham ko'p tillarni bilamiz. Har bir kishi 4-5 ta tilni biladi. Mana shu O'zbekistondan soft power deb o'ylayman. Ya'ni biz mediator bo'la olamiz. Prosta qarangda, prosta degan. Shunday yaxshi. Bu haligida kirib ketganlar qachon bulardan hammasidan voz kechishimiz kerak. Harakat qilib, ongli ravishda. O'zbekistonliklar demak o'sha o'rtaga turib, hammani mediator deydi, ya'ni bog'lovchi sifatida. Poligraflik qiladi. Siz ham qo'shyapsiz. Shunday. Ya'ni o'shani o'rtasidan biz ko'p narsani ham o'rganishimiz mumkin, ham ishlatishimiz mumkin-da. Albatta. Mana shuni biz soft powerga chiqarishimiz mumkin. Mana O'rta Osiyoda tinchlik hozir yo'l qo'yildi-da, umuman haligi nizolar cheklangan. Mana shu narsani biz masalan o'zim ham nafaqat O'zbekiston bilan ishlasam, kompaniyada NEC'da 8 yil ishlaganman, xalqaro biznes yo'nalishida. O'zbekistonliklar bilan ishlasam ham, arablar bilan ishlasam ham, Yevropa yoki Rossiya farqi yo'q, hammasi bilan kelishib keta olamiz. Bunaqa vatandoshlarimiz juda ham ko'p. Har qanday millat bo'lsin, yapon bilan yaponiga mos, ingliz bilan ingilizga mos gaplasha olamiz. Bu bizlarda kuchli tomonimiz va soft powerimizda. Mana shu narsani kengaytirib, kuchaytirib borishimiz kerak. Xafa bo'lish kerak emas-da, nima eshagi suvdan o'tguncha, nima ishi bitguncha eshakni ham tog'a deydi degan, bu normal qabul qilish kerak demak. Buni har kim qila olmaydi. Shunday. Har kim ham ishonmaydi-da, masalan, kecha bo'lib o'tgan bitta o'rtog'im Koreyaga boribdi. Koreya bilan Yaponiyaning kompaniyasi, o'zi bu yapon kompaniyasida ishlaydi. Bir necha yildan beri eksklyuziv haq ololmagan yapon kompaniyasi Koreya bozoriga kirish uchun dilerlikda ololmagan ekan. Chunki Yaponiya bilan Koreya bir-birini baribir yomon ko'radigan joyi bor. O'shaga o'zbek mahsul bo'ldi-yu, koreysga koreyscha u xohlagan so'zlarni aytib, yaponga yaponni xohlagan so'zlarni aytib, eksklyuziv haqni yutib olyapti-da. Bir necha million dollarlik proyektni yutib, mana shunaqa yordam ko'rsatyapti. Endi bu ham yaxshi fikr. Menda yana bitta boshqa fikr bor-da aka, mana. Bu animelar bilan, mana yaponlar animesi bilan kurashayotgan bo'lsa, koreyslar siz aytgan o'sha K-pop bilan kurashayotgan bo'lsa, ya'ni media sohasidan, turklarning ham filmlari, seriallari, Gollivud siz aytganda, butun dunyoda mana soft powerga media orqali jang ketayotgan bo'lsa, balki bizlar ham media orqali kirarmiz. Endi qaynona kelin mavzularidan ozgina chetlanib deyman-da, shunaqa agar deb o'ylayman, bizdagi tarixiy shaxslar Janubiy Koreyada bo'lganda, misol uchun, men o'ylayman, juda ham zo'r seriallar chiqqan bo'lardi ular haqida. Shu haqida nima deysiz? Filmga balki ko'proq e'tibor qaratish kerakdir. To'g'ri, filmga e'tibor qaratish kerak. Bizlar tariximiz hali umuman ishlanmagan deb o'ylayman. Juda ham chiroyli tariximiz bor. Hali dunyo bilishi kerak deb o'ylayman bu masala bo'yicha. O'zi turizm sohasiga qaratishimiz kerak. Mana ana bu K-pop nima, anime nima, hammasi shu turizmga, pulga borib taqiladi, borib. Mana Yaponiyadan ko'p volontyorlar O'zbekistonga borib, turizm qo'mitasida ishlayapti. Ular faqat bitta narsani aytadi: O'zbekistonga borib, minoraga kirish uchun necha pul to'lash kerak? Bo'ldi, o'sha daromad. O'zbekiston hukumatı shuni xohlayaptim dedi-da. Faqat o'sha kirish puli uchun ular pul to'layapti-da. U ko'p narsalarni qo'shishimiz kerak, ularni xursand qilishimiz kerak. Taikengata dedi yaponchasiga, o'sha o'tkazadigan. Masalan, cho'lda tuyaga minib yursin kerak bo'lsa yoki kulolchilikni yasasin-da, o'sha Samarqand madrasasiga ichiga kirib leksiya o'qisin kerak bo'lsa, haligi chodirda o'tiribdi. Zo'r. Mana shunaqa narsalarni biz o'ylab borsak, bu bizlarni soft powerga ham iqtisodiy, ham madaniy kuchlilikka olib boradi. Juda ham kuchli fikr berdingiz hozir. Aka, bir narsa esimga tushdi-da, o'zi mana shu Yaponiyaga kelgan vaqtlarimizda o'sha tilni yaxshi bilmaymiz, yo'lni yaxshi bilmaymiz, o'sha odamlar bilan yo'l so'raganimizda, boshqaga so'raganimizda juda ham xushmuomalada. Menda hatto shunaqangi holatlar bo'lganki, o'sha Ekidan
tushib meni narigi ekigacha olib borib qo'ygan yaponlargacha bo'lganda stansiyadan stansiyagacha mana shunaqangi bir mulozamat ko'rsatishadi-da. Ya'ni bu lekin ishda o'sha yashash davomida kerak bo'lsa ayrimlaridan xursand bo'lasiz, ayrimlaridan xafa bo'lasiz. Endi 5 qo'r barobar emas deydi. Bu xuddiki haligi kelgan turistlar uchun ham o'zlarini bir 3 kunlik, bir haftalik bir shunaqa tutishadiga o'xshab ketadi-da. Ajoyib tutishadi ochig'ida. To'g'ri, qarangda. Men 17 yoshligimga Yaponiyaga birinchi turist sifatida kelganman. 3 oy Yaponiyani aylanganman, mazza qilib turib. Bu sehrli diyor ekan-ku deb turib qaytib ketdim. Keyin men bu yerga talaba bo'lib kelaman dedim-da. Talaba bo'lib kelsam boshqa umuman Yaponiyaga kelib tushdim-da. Bularda o'sha talabi, bularda qattiqqo'lligi, jamiyatini. Ya'ni siz mehmon bo'lib kelsangiz juda ham xuddi O'zbekistonda ham shunaqa-yu, mehmondo'stchilik qilamiz. 3 kunlikda mehmonlik. 3 kunlikga. Men 3 oy yurganman-da. Shunga mana shu narsani his qilganman. Yapon jamiyati juda ham qattiq talab qo'yadi vaqtga, masalan, siz vaqtiga keling, kech qolgan hisob bo'lasiz, 5 minut, 10 minut oldin borishingiz kerak. Bu narsa Yapon jamiyatini shunaqa rivojlanishga olib kelgan deb o'ylayman. Juda kuchli fikrlab berdingiz. Men aniq bilaman, bizada problema, muammoni aytadiganlar juda ham ko'p. Misol uni yechimini beradiganlar yo'q. Shunaqa qilib hozir yechim yaxshi bo'ldi. Bu haqiqatdan ham misol bu turistlikni shakllantirish, ya'ni bizdagi turistlarni jalb qilish, chet elliklarni jalb qilish, siz aytganingizdek bu madrasaga chipta berib kirishi yo mehmonxonaga palon pul emasda. Hamma narsa bo'lish kerak. Ayting, bording O'zbekistonga, bu uchun O'zbekistondagilar ozroq tolerant bo'lish kerakmikan? Deymanda, bizdan boshqa hech kim yo'qki, insonlarni jannati yo do'zaxiy qiladiganda. Qo'yish kerakdir balki, misol biz konstitutsiyamizda ham belgilangan, o'zi azaldan ham bizning xalqimiz juda ham bir fahmli, farosatli ota-bobolarimiz bo'lgan. Ya'ni ularda oldin shunaqa narsalar bo'lmaganda, tolerant bo'lgan, ham nasroniy, ham buddist bo'lish mumkin. Hamma bizning jamiyatda yashab keta olganligi uchun ham rivojlangan bizda. Hozir men o'ylamayman odamlar shunaqangi tolerant, shunaqa deb. Balki shu uchun bo'layotgandir. Masalan, siz aytayotgan misol kulolchilikni kimdir qilsa, bizda faqat kulish mumkin-da. Uni ustidan 2 marta kulsang, 3-marta u yoqqa turist qaytib bormaydi ham. O'zbekiston desak, ozgina qo'rqadigan, ozgina cho'chiydigan bo'ladi. Ikkinchidan endi bitta masala bor aka, bizga Afg'oniston yaqinligi uchun men o'ylayman, turist mana Yaponiyada yoki boshqa mamlakatdan turist boradigan bo'lsa, biz qizil ro'yxatda bo'lmasak ham o'sha sarg'ishroq ro'yxatda turamiz-da. Lekin biz qanaqadir isbotlashimiz kerak emasmikan? Biz juda ham tinch mamlakatligimizni, bizda Afg'onistonga umuman aloqamiz yo'qligini, o'zi Afg'oniston ham ancha tinchib qoldi. Endi nima deysiz? Shu masalalarni qanday qilib isbotlab qo'ysak bo'ladi? Bu mana shu filmlarga borib qadaladimi yo boshqa qanaqadir yechimi bormi bunga? Endi mana iston, nimadir iston degan so'zni eshitsa, yaponlar iston deydi-ku, qo'rqadi-da bular. Pokiston, Afg'oniston deb o'rganib qolganda. Buni biza endi taqdir bu. Odam ikkita narsani o'zgartira olmaydi-da. Tug'ilgan vatani va ota-onasini o'zgartira olmaydi. Bu bizga taqdir shunaqa berildi, O'zbekiston vatanimiz. Buni biza masalan Qirg'iziston davlatini otini o'zgartirdi, Qirg'iz Respublikasi deb o'zgartirdi. Biza o'zgartirishimiz kerak deb o'ylamayman. O'zi borib yetib boradi. Biza qilishimiz kerak bo'lgan narsa o'shani yetkazishimiz kerak edi. Mana Osakada butun dunyo eksposi bo'lib o'tdi Yaponiyada. O'zbekiston poligoni o'rin oldi. Juda ham kim borgan bo'lsa, yapon tanishlarimiz 1 soat navbatga turib kirib ko'rdik deyapti-da. Mana shunaqa ishlarni yanada jadal olib borishimiz kerak. Endi biz Yaponiyaga boshiga kelgan vaqtlarimiz senpai deymiz, akalarimiz maslahat berishgan. Sizlar har bittalaring elchi, O'zbekistonning elchisi. Sizlar nima ish qilsalaring yaponlar shunaqa o'ylaydi O'zbekiston haqida deb aytishardi, maslahat berishardi. Shuning uchun nafaqat endi bu kinolar yaratishimiz kerak yoki davlatni kimdir ishlashi kerak. Bu hammamizning ishimiz. Mana shu yerda yurgan 7,5 mingta odam bo'lsak agar bizlardan bular xulosa qiladi. Masalan, oddiygina men to'yimga o'nlab yaponlar borganda, to'y O'zbekistonga. Yoki mana hozir O'zbekistonga qaytdim desam ham allaqachon Dubaydan tanishim kelyapti, yapon tanishim, boshqa davlatlar Yaponiyadan boryapti. Bu ham bir yutuqda. Mana shunaqa bo'lishimiz kerakki, biza uchun kelish kerak, biza o'zimiz diplomatmiz har birimiz. Shunga harakat qilishimiz kerak. Jo'rabek aka demoqchiki, har bitta o'zbekistonlik bu nima O'zbekiston yuzini ko'tarib yuribdi, bir mamlakatni or-nomusini ko'tarib yuribdi degan fikrda bo'lish kerak-da. Juda ham to'g'ri aytdingiz. O'zi juda ham bir uyaltiradigan mavzular ko'p. Va yomonni yomon desa yomon bo'lib ketaveradi aka. Lekin misol uchun
yaxshilab ham bo'lmaydigan vaziyatlar ham ko'payib ketyapti. Lekin bu unaqa narsa deb o'ylayman har bitta xalqning ichida bor-da aka. Misol Amerikani ichida shunaqa bir xalqini yomon ko'rsatadiganlar yo'qmi yoki fransuzning ichida yo'qmi yoki ispanning ichida yo'qmi? Bularda bor. Faqat buni yashirib bilish qobiliyati. Misol birorta o'zbek yomon ish qilib qo'ydimi, ikkinchi o'zbek balki yaxshi ishi bilan ko'rsatib qo'yish kerakdir. Hamma yoqdan bitta ikkita bunaqa chiqishi mumkin, lekin biz asli boshqacha millatmiz degan. Bunga nima deysiz? Bu oddiy mana bitta narsaga hayron qolaman nima. Biz bog'chada ta'lim bog'chadan boshlanadi deb o'ylayman men. O'zi umuman onani qornidan boshlansa, umuman jamiyatga kirish bog'chadan boshlanadigan. Biz hozir bog'chaga e'tibor bersangiz, til o'rgatishga harakat qilyapti-da bolalarga. Ingliz tili, rus tili. Hozir nima kerak yosh bolaga deyman bog'chada ingliz yo rus tilini o'rgatib aka. Shunga mana hozir Yaponiyaga kelganimdan keyin birinchi e'tiborimni tortgan narsa bu bog'chalar bo'ldi. Bog'cha opalar ko'chaga chiqib, ko'chadan qanaqa o'tish kerakligini, oddiy o'sha axlat idishiga tashlash kerakligini, juda ham oddiy madaniyatlarni, kimgadir minnatdorchilik bildirish, rahmat deyish, iltimos deyish, umuman hayotga tayyorgarlik. Hech qachon bir bog'chadagi bolalar bog'chada umrini o'tkazmaydi. Ko'chalarda bir jamiyat ichida singib olib yurishadi. Shu masalada deyman-da, mana shu narsalarda o'xshamayapmizmikan balki deyman-da. To'g'ri, o'zi bu narsa endi podkast boshida yaxshi gaplar gapirdik, maqtadik O'zbekistonni. Sekin-sekin jiddiylashyapmiz. Muammo bor. Bu narsa bizda o'zi eskidan bor, mana ajratish degan narsa bor-da. Shu hamma bunday olib qarasangiz o'zi viloyatlar bo'yicha men eng qarshi bo'lgan narsalar viloyatlar bo'yicha ajralish juda ham yomon ko'raman. Bu bizlar bitta O'zbekiston bo'lishimiz kerak. Undan ham kattasini o'ylashimiz kerak bo'lsa. Undan tashqari u yapon tili maktabiga kelganda, bu grant bilan kelganda, bu shakayjin, bu talaba ajratish borda hamma yerda. Bu yaxshi emas albatta. Masalan, ko'pincha men jahlim chiqardi. Shu yapon tili maktabiga o'qigan bola odam bo'lmaydi-da deyishardi. Haligi endi katta davralarda yurgan vaqtim kechirasizlar, men o'zim ham yapon tili maktabiga kelganman. Bu narsa nimaga shunaqa bo'ladi? Ba'zi bir odamlar o'sha yapon tili maktabida o'qib yurib, yugata yaqin qilib yurganlar xato qilib qo'yadi balki, vaqtiga o'zini to'g'rilamaydi-da. Men aytardimki, insonlar mana shu yugata yaqin qilib yurganlar bu bizlarda pishirgan. Ya'ni kechqurun ishlashda, endi bitta bu yerda o'zi talabalar 28 soat ishlash kerak Yaponiyaning qonun qoidasi bo'yicha haftasiga. Afsuski ko'p ishlab qo'yadi ko'plar. O'qishga ham bormay qo'yadi-da. Mana shu ko'p ishlashdi, endi 28 soat doirasida ishlash kerak deb o'ylayman, hozir men qattiq olishganda anchagina. Lekin bu degani o'sha talaba past tabaqali odam degani emas-da. Ulardan zo'r odam chiqadi-da, kerak bo'lsa o'sha grantlar bilan o'qiganlardan ham zo'r bo'lib ketishi mumkin-da. U chunki hayotni ko'ryapti bu yerda, musofirchilikni ko'ryapti, oqshom bilan uxlamayapti. Men o'zim ham mana 6 yil uxlamaganman-da Yaponiya boshiga kelganimga. 2 yil yapon tili vaqtida, 4 yil universitet vaqtida kompaniyaga kirib, xudoga shukr, men uxlasa bo'lar ekan deb turib, juda ham qiyin narsa. Eng asosiysi bu yerga nima? O'sha bola nima uchun ishlayapti-da? Nima uchun oqshomlari uxlamasdan ishga boryapti? Jentra olishgami, imorat qilishgami yoki bir yaxshiroq hayotni negizini yasashgami? Mana shu narsaga e'tibor berib borishimiz kerak. Mana shunda keyin nima deydi, ajratishlarni to'xtatishimiz kerak. Hammamiz bitta O'zbekistonlik, bitta vatandosh sifatida birlashib boshlasak, sekin-sekin shakllanamiz. Mana Hiroshimaga kun bordim, 2 kun oldin Hiroshimada edim. Bilasizlar, Hiroshima shahri, Hiroshima deydi. Atom bombasi tushirilgan shahar. Nagasaki, Hiroshima ketyapti. Juda ham ko'p yaponlarni yoshlarini olib kelgan. Delegatsiya qilib turib, avtobus yosh bolachalarni kelib turib tushuntiradi. Mana shu yerga atom bombasini tashlagan deyapti-da. U hammasi yonib kuyib, bizlar Yaponiya dunyoda yakka davlat bo'ldik, atom bombasi tushgan, bizlar qirilib yonib ketdik, tinchlik uchun harakat qilishimiz kerak deb bolalarga shu yonib pishib gapiryapti-da. Bu millatni shakllantiradi-da mana shunaqa harakat. Bizlar ham O'zbekistonga endi boyagi ko'p hamma tilni o'rgangan bilan avvalambor inson bo'lishimiz kerak. Albatta o'zbek tilini o'rganish kerak. 100 ta til gapirmaymiz, bu odam bo'lmasak nima foydasi bor? Shunday. Bu juda zo'r masala, juda hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Bunday olib qarasak ham o'zi haqiqatan biz tarixiy shaxslar yoki tarixiy voqealar mendan ancha uzoqda. Mana men o'zim tarix o'qiganman, akademik litseyda 3 yil tarix o'qidim. Ijtimoiy gumanitar mavzuda yaxshi ta'lim olganman tarixdan. Va birorta ham tarixiy shaxsimiz, biz O'zbekiston tarixidagi shaxslarni meni ota bobom deb bunaqa yaqin olishga jur'at ham qila olmaysiz-da. Juda ham bir nima deydi, romantizatsiya bilan o'sha odamlarni
o'ta buyuk qilib ishlashga harakat qilish bor. Baribir unga sevgi muhabbat qilib uni insoniylikdan chiqarishga urinish borda tarixchilarda. Men shu narsalarga biroz qarshiman. Amir Temurda birorta ham xatosi bo'lmaganligi bu g'alati emasmi sizlarga? Biz bir umr yashagan odam birorta ham xato qilmabdi-da. Mana shu joylariga balki bir o'ylab ko'rish kerakdir. Amir Temur agar markazlashgan mamlakat qurgan desalaring, o'z bitta narsani bilish kerak. Amir Temur bizlarda ota-bobo kolonimiz eng buyuk deylik. Mana o'sha biz yashab turgan hududda eng buyuk bo'lgan shaxs aslini olganda shu markazlashgan mamlakat tuzmaganligidan uni mamlakatda 35 yil tuzilgan mamlakat bir oyda parchalanib ketdi-da. Demak, bu markazlashgan mamlakat bo'lmagan ekan, uni markazlashgan deb yozishimiz shart emas. Uni xatosi bo'lsa, xatosini aytishimiz kerak. Uni yaqinlashtiramiz-da. Agar men ota-bobomning xatosi bo'lmagan bo'lsa, men o'zim xatoyimni his qilib turgan bo'lsam, qanaqa qilib buni men deymanda yaqinlashtira olaman o'zimga. Siz to'g'ri aytdingiz. Hozir Hirosima bilan o'sha Nagasaki va Hiroshimadagilar ko'rsatyapti-da, mana atom bombasi tishgan, ota-bobong ishida o'lgan, jonli millat shundan shakllanadi. Bu ham ajoyib. Bizlar ham balki olib borishimiz kerakdir. Juda ham ko'p narsalar bo'lgan. Toshkent voqealari misol uchun qanaqa qo'zg'alonlarda. Yana bitta gap borku, tarixni g'oliblar yozadi deydi-ku. Tarix juda ham muhim, chunki tarix takrorlanadi. Bizda ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Shuning uchun mana Yaponiyaga yoki musofir bo'lyapti-da, juda ham ko'p yoshlarimiz hozir oxirgi vaqtlar dunyoga chiqyapti. O'sha vaqtda qiynalyapti. O'zim men kim edim o'zim men bu yerga nima qilayotgan edim, nimaga kelgan edim deb o'ziga o'zi savol berishni boshlaydi-da. O'sha vaqtga bizga tarix kerak bo'ladi. Bizlarda ota-bobolarimiz kim edi, bizlar kim, qayerga ketyapmiz. Mana shu uchun tarix juda ham muhim. Endi tarix ham qanaqa kerak bo'ladi? Balandparvoz gaplar emas, haqiqiy bo'lgan real voqealarga asoslanib balki harakat qilish kerakdir deyman-da. Bu bizdan SSRdan qolib ketgan ozgina muammo desak bo'ladi. Shunaqa oldin SSRda o'zi siyosat shunaqa edi. Tarixchilarni tarixda o'tgan shaxslarni buyuklashtirish, ularga romantizatsiya uyg'otish, shulardan o'tgan o'zi. Bizlarda misol juda ham o'zimizda birinchi hukumatimizda ham o'sha ko'plab tarixiy shaxslarimizni o'zi aslida SSR payti yaralgan tarixiy shaxslar desak bo'ladi. Bizga tanlab berilgan o'zi hayron qolaman. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlarda sal boshqacharoq, lekin qozoq birodarlarimiz, qirg'izlar, turkmanlar bular hammamiz bittamizda. Biz hududlar ajralgan bilan ota-bobolarimizni ham ajratib berish o'zi bir g'alati. Misol Beruniy bemalol o'sha Qirg'izistonga ham borib ijod qila olgan, bu yoq Bag'dodgacha. Endi qanaqa qilib buni ajratamiz? Biz ota-bobo tanlashimiz ham kerak emas. Hammasi o'z hududdan o'tgan. Turkiylarimiz demoqchisan-da? Albatta, Turkiylar o'zi zamonaviy O'zbekistonga tashkil bo'lganiga 150 yil bo'lyapti. Bunday olib qarasak, misol ota-bobolarni bir tagini surishtirib ko'rish kerak. Biz Temuriylarga qanchalik aloqadormiz, biz ko'chmanchimizmi, yo'qmi? Bu yoq ham bor. Endi nima bo'lgan taqdirda ham mana shu Muvarrad nahri dedingiz, mana shu yerda biza ota-bobolarimiz tug'ilgan, mana shu yerda o'lgan. Ular ba'zi vaqtlar arab tilida gapirgan, ba'zida fors tilida, ba'zida mana turk tili, ba'zida o'zbek tilida gapirgan, lekin biz o'sha odamlarning avlodi va merosxo'r hisoblanamizda mana shu yerga. Biz daxldormiz o'sha yerga. Albatta. Shuning uchun u qaysi til gapirishdan qat'iy nazar o'sha yerdagi xalqni himoya qilishimiz kerak. Ular ayollarni, bolalarni. Millat bir bo'lsin deysiz-da. To'g'ri. Millat boyagi til bu zamon o'zgargani sari o'zgarishi mumkin. Baribir mana Spitamin vaqtidagi yoki Aleksandr Makedonskiy vaqtidagi odamlar boshqa tilda gapirgan. O'zi o'qib qarasangiz ham Suqut masalan tilda gapirgan vaqtda qadimda. Misol so'zlarim cheklangan bo'lgan u payt bunaqa katta so'zlar yo'q, 30 mingta, 50 mingta bunaqa boy so'zlar bo'lmagan, bir so'z ko'p ma'nolarni anglatgan bo'lishi mumkin. Shunaqa endi nima demoqchimanki, hozir managa siz to'g'ri aytdingiz. Mana Toshkentlik, Samarqandlik, viloyatlik unaqa yo bo'lmasa tojik ekan, bu qirg'iz ekan, bu o'ris ekan deb ajratish ham o'zi bir g'alatiroqda. Aytganingizdek, bu tillar o'zgarib tursa, zamonlar o'zgarib turganda, o'sha yashab bir qavm deylik, bitta hududda yashab turgan bir qavmni tili o'zgarishi bu normal narsa-da. Endi demak, shu millatdosh deganda biz bir hududda yashab turgan, turli elat bo'lgan, balki o'risdir, balki qirg'izdir, balki tojikdir, ahamiyati yo'q. Ya'ni bir O'zbekistonda yashab turganda hammasini endi nomi bilan O'zbekistonliklar desak to'g'ri bo'larmikan? Nima deysiz endi? Men tojikman, men o'zbekman emas, O'zbekistonlik degan bir sababi Jo'rabek yana bir narsa demoqchiman. Bir narsa bir qalbingizga og'riq beradi, masalan, bu yerda ko'p eshitdim men, misol uchun bir narsa qilsa agar o'zbeklar deb ishlatadi-da, o'zbeklar shunaqa, agar yomon ishga ham, yaxshi ishga ham ishlatiladi-da bu so'z. Bu ayniqsa bu so'zni o'sha
boshqa millat vakili, ya'ni u o'zbekistonlik, lekin boshqa millat bo'lib turib o'zbeklar degani bir dilingizni og'ritadi-da. Shu jumla shu o'zingizning ichingizga o'zbekistonlik ajratish borda. Men shu qarshi, ya'ni siz bilan qarshi fikrlayman. O'zbeklar bo'ladimi, o'zbekistonliklar bo'ladimi, baribir bizaga borib taqaladi-da. Yapon pasportiga millat yozilmaydi. O'zbek pasportiga millat yoziladi hali ham. Bizda millat yozishimiz kerak emas o'zi bunday qarasa. O'zbeklar deganda o'zbekistonliklar tushunilishi kerak-da bunday qarasa. Mana biz merosxo'r deb aytdik-ku bu. Ko'p millatlimiz. Masalan, 127 ta O'zbekistondan millat yashaydi. Butun dunyoda bunaqa davlatlar juda ham kam. Mana shu bizlarda soft powerimiz. Mana shu bizlar kuchli tomonimiz va bizlar buni tan olgan holda o'zbek bo'ladimi, O'zbekistonda kim tug'ilib o'sha yerda yashayotgan bo'lsa, O'zbekiston fuqarosi. O'zbekiston pasportiga ega bu vatandoshda bizga. Shuni esdan chiqarmasdan. Endi qanaqadir muammo bo'lsa, demak qozoq ham, qirg'iz ham, o'zbek ham, o'ris ham, tojik ham bitta qozonda qaynaydi. To'g'ri aytyapsiz, albatta, balki millat yozish kerak emas haqiqatan. Yozish kerak emas. Biza boya O'zbekiston o'rtada joylashganmiz. Tarixda unaqa davlatda yasash, Sovet vaqtida o'zi chizib haligi bilan necha marta o'zgartirib chegaralarni hal qilish sun'iy yaratilganda. Sun'iy. Bizlar ota-bobolarimiz butun O'rta Osiyo bilan rivojlanib kelgan. Turon dedingiz, mana bunday qarasangiz agar kengroq o'ylashimiz kerak-da. Lekin millatchilik qilishimiz kerak emas, mahalliychilik qilishimiz kerak emas. Bu bizlarni faqat kuchsizlantiradi. Endi bitta narsa, o'zi kuladigan holda emasmiz. Millat hozir bunday olib qarasak, iqtisodiy jihatdan ham, o'zi ilmiy jihatdan ham, saviya jihatdan ham biz kuladigan holda emasmiz. Bir poligrofligimizda aytmasak, bir tilga mutaxassisligimizda aytmasak, ko'p so'zladi. Lekin nimagadir kuzataman, o'zbeklar boshqa millat ustidan kulishga bir harakat, bir ustidan bir qotishga bo'lgan harakat bor-da. Bu nahot deyman, shu narsani o'ylab ko'rmaydi. Bir nimaga sen bir nepallikni ustidan sen kulishing kerak, yo nimaga sen bir xitoylikni ustidan kulishing kerak? Sen o'zi kuladigan ahvoldamisan? Saviyang qanaqa, ilming qanaqa? Shu haqida biz nimaga yetishmayapti? Nima uchun biz shunaqa kulishga harakat qilamiz hammamiz? Millat borki, til borki, bu hammasi o'zini yaxshi ko'radi-da. O'zi inson shunaqada, o'zini yaxshi ko'radi hamma. Shuning uchun boshqalar kulgili ko'rinaveradi-da. Masalan, Yaponiyaga kelgan vaqtimizda yaponlarning madaniyati kulgili ko'ringan. Chunki biz bilmaganmiz. O'zi mana urushlar nima uchun sodir bo'ladi dunyoda? U boshqa tilga gapiradi, boshqa millat u odam emas degan narsani kirgizishadi miyasiga. Qadimda ham masalan o'sha ko'p yaponlar ikkinchi jahon urushida ham ular odam emas, odam yeydi deb turib shu kuch berishgan-ku. Avvalambor shu tushunishni boshlashimiz kerak-da. Biz yaponlarni tushunishni boshladik. Mana sizlar ham ancha yildan beri yashayapsizlar. Biz kulmay qo'ydik o'sha bularni ba'zi urf-odatlarga kulmaymiz-da. Bilmaganim uchun kulib qo'yishi mumkin-da. Shuning uchun avvalambor ilmsizlikdan. Biz o'sha tushunishimiz kerak ularni. Nimaga shunaqaligini tushunishga harakat qilishimiz kerak. Men bundan oldin bir Rossiyada bo'ldim aka. Bir voqea bo'ldi. Bitta o'ris alkash, ko'p ichadigan alkash. Lekin u axlatni axlat idishga tashlaydi. Men o'zimdan madaniyatni yasab olgan, ilmiy, o'risni ham ustidan kuladigan o'sha paytdagi akobir borib axlatni axlat idishiga tashlamaydigan odam edim. Keyin bir kuni o'yladim, bir kun men magazinimga keldi, ikkalamiz solishtirdim. Uni kiyimi rasvo, yomon hid tarqatyapti, ko'p ichyapti, lekin axlatni axlat idishga tashlayapti. Demak, jamiyat odob, axloq qoidalariga bo'ysunyapti. Men o'zimcha har qanaqangi o'zimni bir rivojlangan modern shaxs sifatida bilsam ham, men o'zimni ilmiy deb bilsam ham, juda ilmli insonman deb o'zimcha bir da'vo qilsam ham, men shu narsani qila olmayapman-da. Demak, deyman, kichkina narsalardan o'zgartirish kerakdir. Bu mamlakatni birdaniga biz qanaqa bir Amerika qo'ramiz deyish ham bir g'alati-da. Kichkina narsalarga nima maslahat bera olasiz yoshlarga aniq, mana nimalarni o'zgartirishimiz kerak o'zimizni o'zgartirishimiz uchun. Mana shu birovni ustidan kulmasligimizga omil bo'ladigan qanaqadir fundamentlar bormi? Nimani o'zgartirsak bo'ladi? Men o'smirlar, men o'ylayman 18 yoshgacha bo'lgan shaxslar bemalol o'zini o'zgartira oladi-da. O'sha 23 yoshgacha odam deydi yaxshi shakllanadimi? O'zi hayotdagi qarashlari, boshqa narsa 23 yoshgacha harakat qilib olish kerak-da. Nimalarni maslahat bergan bo'lardi yoshlar? Odamga borib taqaladi, baribir millatga borib yaxshi millat, zo'r millat degan narsa yo'q. Yomon odam bo'lish mumkin, yomon yaxshi odam bo'lish mumkin. Shunga e'tibor berish kerak. Biza o'sha o'zimni olib qarasa dinimizga hamma narsa yozib qo'yilgan. Hayotni qanaqa yashash, odam qanaqa bo'lishi, musulmon qanaqa bo'lish kerakligi. Mana shu narsaga negiziga borib qarashimiz kerak-da hamma narsani. O'sha narsadan kelib chiqqan holda keyinchalik boshqa narsalar qilsak bo'ladi. Demak, tarbiya. Tarbiya endi bizada tarbiya o'sha
nima deydi, outsourcega aylanib qolganda O'zbekistonda hozirgi vaziyatda outsource degan nima degani, mana ITda ko'p ishlatiladi-yu, boshqa davlatga zakaz qilib yuboradi. Oiladagi tarbiya, bolalar tarbiyasi ham maktabga outsource qilib yuborganda, shu maktab senga o'rgatmadimi o'qituvching deb turib, qiziq zo'r. Mana shu masalani ham bir o'zimni olib qarasa, mana meni ham farzandlarim bor, sizlarga ham bo'lishi mumkin. Bolalaringiz bor, uylanganmi? Uylamagan hali. Uylangan. Ha. Endi o'ylayapman, mana ota-ona nima qila oladi o'zi bu dunyodan, bolalarga nima qilishi mumkin? Faqatgina tarbiya bera oladi. Boylik qoldira olmaydi, bilim qoldira olmaydi, kitob yozib qo'ygan bilan o'qimasligi mumkin-da. Yoshligida o'sha tarbiyani bera oladi-da. Shuning uchun avvalambor mana shu tarbiyani biz outsource qilmasdan, o'zimiz mas'uliyatni olib turib, har bir oila, har bir ota-ona, har bir jamiyat va kengayib boraveradi, har bir davlat, viloyat. Mana shunga e'tibor berishimiz kerak. Birovga yuklamaslik kerak deyapsiz. Birovga yuklab va birovni ayblashni to'xtatishimiz kerak. Zo'r. 3 millionlik misol yo qo'shtirnoqsiz. Balki 5 millionlik bitta o'qituvchiga, oylik oladigan o'qituvchiga sen bitta butun boshli kelajakda seni boqadigan bir farzandingni tarbiyasini yuklab qo'yishing xato demoqchisiz. Qo'shilaman, zo'r fikr. Senda qanaqa bir savollar? Menda savollar Jo'rabek akaga qanaqadir sizda mana shu podkastimizda o'zingiz xohlagan, lekin biz ayta olmagan birorta savollar bormi? Qoldimi? Mana shu biz ya'ni o'sha savolni bermadilaring. Endi mana bizlarda agar yoshlar ko'radigan bo'lsa, agar maqsad haqida gapirdik, maqsadni kattaroq qo'yishimiz kerak deb aytmoqchiman. Masalan, Xudoga shukr, yaxshi bir hayotga, yaxshi bir natijaga erishib kelyapmiz. Nimaga bunaqa desak, agar avvalambor maqsadimiz yaxshi edi deb o'ylayman. O'sha yaxshi fikr, yaxshi amal degan narsa bor. Odam miyasining ichida yaxshi fikr qila olsa, u tabiiyki yaxshi amalga ulanib ketadi-da. Agar biz yomon narsani o'ylasak, miyamiz ichida u tabiiyki yomon amalga ulanib ketadi. Shuning uchun avvalambor yaxshilikni o'ylashimiz kerak, yaxshi niyatda bo'lishimiz kerak va kattaroq maqsadda qo'yishimiz kerak. Va bu albatta natijani beradi deb o'ylayman. Yaxshi suhbatimiz ham o'zi oxirlashib qolibdi. Vaqtingiz bilan tez o'tib ketdi. Bir yaxshi gaplashdik, zo'r bo'ldi. Endi oxirida nima demoqchiman? Suhbat oxirida baribir ilmga borib qadalaman, bir nima deymiz? O'zingiz xohlagan, hamma o'qish kerak bo'lgan qanaqa kitob bor? Hozir ko'payib ketdi, bilish savol yo birovdan ko'chirmachilik emas bu. Shunchaki men o'ylayman, har bitta sonda, har bitta podkast bo'lsa, har bitta ko'rsatuvda shu mavzu baribir berilishi kerakdir balki. Qaysi kitoblarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? O'zingiz qaysi kitobni o'qidingiz oxirgi marta? Hammaga teng, hamma o'qishi mumkin. Balki umuman kitob o'qimagan odam bo'lishi mumkin. Birinchi nimadan boshlasa yaxshi bo'ladi? Yo, hamma o'qish kerak bo'lgan deylik bir 4 ta kitob ayting qani. 4 ta kitob aytish. Qiyin masala. Endi men o'zim 34 ga kirdim. Mana hali ko'p narsani bilmayman. O'rganyapman hali ham. Lekin kitob o'qishni boshladim. O'zi ko'p kitob o'qimaganman. O'qishni yomon ko'raman o'zi. Ko'p kitob o'qishni boshlaganimdan beri juda ham yaxshi dunyoqarashim yanada kengayapti. O'zimga hozir yoqib turgan kitoblarni masalan aytadigan bo'lsam agar, birinchisi 3 yil 4 yil oldin o'qigan edim. Urush san'ati degan kitob bor. Xitoylik filosof bu 2500 yil oldin yozgan kitob. Yaponcha o'qiganman, endi yapon tilini yaxshi bilganim uchun sonshi deb aytiladi Yaponiyada. O'zbek tilida ham bor, bu inglizcha ham, yaponcha ham juda ham ko'p tillarga tarjima qilingan juda ham eski kitob. Biza esdan chiqarmasligimiz kerak, o'sha yapon tilida ham yojikugo degan so'z borda. 4 ta kanjini qo'yasiz, ma'no beradi-da. Xuddi maqolga o'xshaydi, maqol emas, lekin ibora deymizmi? Mana bu musofir bo'lib turgan odamlarga Joji Senjo degan bir yojikugoni aytmoqchiman. Ya'ni ibora Joji Senjo. Ya'ni har doim biza urush maydonidamiz degan narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Ko'plar nimaga siz zo'r bo'lyapsiz, men bo'lmayapman degan savol beradi. Qanday yaxshi mazza qilyapsiz, mazza qilib yurasiz, deb aylanib yurasiz dedi. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Farq borda. O'sha miyada biza haqiqatdan ham bor kuchimiz bilan harakat qilyapmizmi yo'qmi? Masalan, siz mana podkast bugun olyapsiz, 100% kuchingiz bor deb hisoblasakda, 100% ishlatyapsizmi yo'qmi-da hozir? Mana shu ishga. Mana e'tiboringizni 100% qaratyapsizmi yo'qmi? Harakat qildim, bo'lmadi-da. Lekin odam o'zini o'zi aldolmaydi. Shuni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. O'zimiz aldamasdan turib, 100%mi 100% oxirigacha borishimiz kerak. Mana shu narsa bilim olish kerak bo'lsa shunaqa xuddi. Urush maydonida qanaqa o'lish yoki tirik qolish degan narsa bor. Bor kuchimiz bilan janjallashamiz. Kombinada ishlaydimi, o'qiydimi, qayerga farqi yo'q.
Shuning uchun har doim o'zimiz aldamasak, mana shu kitobdan shu narsani o'rganganman. Zo'r. Yana bir toza kitob o'qiyman, juda ham yaxshi. Endi juvitlarni masalan ko'plar yomon ko'rishi mumkin, lekin ular juda ham bilimli odamlar. Biz ulardan ko'p narsani o'rganishimiz kerak. O'sha juvitlarning tavsiyasi degan 17 ta qoidasi degan kitob o'qiyman. Bu ham tavsiya qilaman masalan. Nima haqida endi? U o'sha dunyoni iqtisodiyoti qanday aylanadi, biznes qilish kerak. Ya'ni odam undoq qarasa baxtli boy bo'lish uchun nima qilish kerak degan savolda. Ko'plar boy bo'ladi, lekin baxtli bo'lmasligi mumkin-da. Endi misol shu gapni men ozgina qo'shilmagan bo'larmidim, balki misol boylar baxtli bo'lmaydi degan gapni nima uchun kambag'allar aytadi degan savol meni qiynaydi. Ular qaydan biladi boylar baxtli bo'lmasligini? Ichiga yashab ko'rdimmi? Qiziq. Buni ham ko'rib ko'rish kerak. Men buni o'ylayman. Bu narsa ham bir o'ylaydigan masala. Bu ham qanaqadir bir kambag'allikka bir urg'u berish, hammani ovutib qo'yish, shunaqa yashasa bo'ladi. Endi bu sovet vaqtida shunaqa narsa ketgan. Boyagi boylarni yomon ko'rsatib, boylarni semiz ko'rsatishda. Hozir unaqa emas, boylar hammasi kakko chiroyli bo'lib yuradi, haligi ariqqina sport bilan shug'ullanadi. Gap bunga emas, bu yoqda men aytmoqchi bo'lganim, pul topishimiz mumkin. Oyiga masalan $5000 topadigan odam bor, $1000 topadigan odam bor, 10 ming topadigan bor, $5 million topadigan odam bor deb hisoblasak agar 10 ming topayotgan odam bilan $1 million topadigan odamning hayot tarzi juda ko'p o'zgarmaydi. O'zgarishi mumkin, paraxoti bo'lishi mumkin, o'zining shaxsiy samolyoti bo'lishi mumkin-da. Endi unga minadi, bir yilda 1-2 marta minadi, yo minmaydi. Biza masalan $10 ming topadigan odam oyiga уже yetib keladi levelga. Bitta odam yashash bo'lgan hamma imkoniyatga ega bo'lib qoladi-da. Lekin o'sha odam baxtli bo'ladimi yo'qmi? Shuni ham o'ylab ko'rish kerak-da. To'g'ri, $1000 bilan $5000 bulardan biz iloji boricha yuqoriga harakat qilishimiz kerak. Hamma narsa pulga emas deb aytishadi-yu, lekin ba'zi narsalar pulga ham taalluqli-da. Shuni e'tiborga olishimiz kerak. Ya'ni qorning to'q bo'lsagina sen ilm ola olasan, qorning to'q bo'lsagina, oilangning qorni to'q bo'lsagina boshqa narsalarga ko'zingni tika olasan, boshqa narsalarga e'tibor qarata olasan. To'g'ri aytdingiz, juda ham yaxshi fikr, zo'r. Endi iloji boricha parallel olib borish kerak deb o'ylayman. Men o'zimning shaxsiy tajribamdan, ya'ni oldin pul ishlash kerak, keyin yaxshilik qilish kerak degan narsa ham haliga sal qiyin deyman, chunki o'zi to'qlik zamonda yashaymiz. Ochlikdan hech kim o'lib qolgani yo'qda. Buni olib qarasak endi bizlarning atrofimizga, shuning uchun odam yaxshi ko'rgan ishi bilan shug'ullanish kerak deb o'ylayman. Shunda yaxshi natijaga erishadi. Demak, hozir siz ishingizdan baxtlisiz. Xudoga shukr. Mana sizlar bilan suhbat qilib turibmiz, bu ham bir baxt. Ya xudo xolasa biz bu suhbatimiz ozgina vaqt chegaralanganligi uchun oxirigacha yeta olmadik. Yana hali birinchi sonimiz bu. Shu loyihaga bir o'z hissangizni qo'shishingiz uchun kommentlarda, izohlarda o'z fikrlaringizni yozinglar. Nima qanaqangi gaplar gaplashilmadi, yana o'zi birorta e'tirozlaring bo'lsa, albatta fakt bilan. Haqorat qilish va tanqid qilish o'rtasida katta farq bor. Bemalol bizni tanqid qilishingiz mumkin, lekin haqorat emas. Haqorat uchun sizlarni tillaringda terbiyalaydi, lekin u demokratik mamlakatda normal narsa. Sudga berishlaring mumkinligini unutmanglar, 100% javob. Endi qolgan narsalarga agar yoqsa albatta like, obuna bo'lib qo'yinglar. Agar yoqsa albatta yoqsa hech qanaqa majburiyati yo'q. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaring, keyingi ko'rsatuvlarda ham biz siz bilan uchrashamiz. Jo'rabek akangizga katta rahmat. Bugungi mehmon uchun sizni ham vaqtingizni ancha oldik. Ozgina shunday birinchi ko'rsatuvimiz ozgina g'avg'oli bo'ldi endi. Sog' bo'lasiz. Rahmat taklif qilganlaringiz uchun, omad tilayman. Bugun tanishdik sizlar bilan, bundan keyin ham ishlaringizga omad tilayman. Aytmoqchi, biz Jo'rabek aka bilan tanishmasdik, bir gaplashgan odam emas edik oldin. Birdan shu yerga kelib tanishdik, shu yerda gaplashdik. Hamma narsa haqqoniy bo'ldi. Rostdan aytganimga chapanachasiga bo'ldi. To'g'rimi? Biz keldik, mana rahmat. Birinchi sonimizga mana keldingiz. Bu juda ham katta narsa-da. Men keyin misol uchun qanaqadir millionlarga, qanaqadir natijalarga erishganda ko'p mehmonlar kelishi mumkin, lekin birinchi son desa ko'plar o'ylanadi endi. O'ylanadi. Men gapi yo'q. Katta rahmat. Xudo xohlasa bu loyihamiz yaxshi muvaffaqiyatlarga erishsa, nasib bo'lsa Firdavs aka bilan kelasizlar, xudo xohlasa. Firdavs aka Jo'rabek akani akalari. O'sha yapon tili kitobini 25-mavzugacha tarjima qilgan. Boshqa o'zbek yo'q bo'lsa kerak, o'zbekistonlik bu yerda restoranlari bor. Ular podkast olishgan. Men albatta bu suhbat tagida yozib qoldiraman bularni
YouTube kanallarini ham 2 yil oldin olingan ekan, juda ham zo'r fikrlar bildirilgan, men ko'rib chiqdim. Lekin juda ham bir ko'rishlar soni kam. Men tushunaman, biz sifatli kontentni tomoshabinlari o'zi azaldan kam. Endi biz uni bu suhbatlarda akam ustozim meni boshdan shu kichkinaligimdan 8 yosh farqimiz bor. Yo'q, ko'rinishda unchalik katta farq ko'rinmaydi. Ko'plar meni aka deb o'ylaydi. Lekin 8 yosh farqimiz bor. Qo'limdan ushlab shu avvalambor sportga ketganda shu katta qilib turib ko'p narsani o'rgatganda u videolarni shu o'zimiz uchun olganmiz. Nima deydi, esdalikka mana siz hozir eslatyapsiz. Har zamon kirib ko'raman o'zim. Yer olsa havasim keldi, ko'rib faol obuna bo'ladigan bir baribir nima deydi, ijtimoiy tarmoq bor. Bu Jo'rabek ekan Instagramlari doim yuritadi. Sizga Yaponiya qiziqmi? Yaponiyaga qonuniy kelmoqchimisiz? Ishlamoqchimisiz? Albatta Jo'rabek ekan Instagramiga obuna bo'linglar, uni ham yozib qoldiraman. Va albatta meni shaxsiy sahifamga obuna bo'linglar. U yoqda ham chapani gaplar bor. Xullas, shu bilan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Bugungi podkastimizni yakunlaymiz. Yaxshi podkast bo'ldi, yaxshi suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Va do'stim meni bugun hammani gapirib bezor qildi. Og'zi tinmadi, mayli endi shu birinchi safariga bo'ladi. Sog'likda ko'rishguncha. Sog' bo'ling. Rahmat Jo'rabek sizga. Omon bo'ling.